برت ويا برت واي تغرق الدنيا يا رتمي برت ويا ترت واي تغرق الدنيا يا رتمي تغرق الدنيا يا رتمي انا بصا قلقت برت واي Do'stlar, yaxshimisizlar? Men necha kundan mushu naqshining mushu bir biliki turlarda taqlib yuribdi. Ondan menga bir necha do'stlar avatibdi buni. Men ko'rib baxtim. Inkaslarni o'qidim. Buning ichida yoqtirganlar bor ekan, yoqtirmaganlar bor ekan. Ondan mening nimashqa bundaq narsani aytib yuradiganimni tushunmagan do'stlarimiz bor ekan. Ondan ba'zi qiziq to'rdoshlarimiz bor ekan, buni ma aslidagidan bir yer emas, ikki qilib olsak, taxmi payz bo'ldi ekan deb adında anlagan dostlar bakın ben sınıf baktım buna. Dostlar, bugün bu videonu işlep qilishimdagi maqsad bugün sizler bilen birlikte muşu naqshini birga zangliqagach, ondan muşu naqshi to'g'risidagi ba'zi hikoyalarni sizler bilen o'rtoqlashib qoldim. Endi oldi bilan deydiganim, men o'zim yaxshi ko'rib qolgan muzikani hamda boshqalarning yaxshi ko'rishga emaslik bilan bek chatag'im yo'q. Yana kelib men muşu to'rdoshlarimizning to'rda e'lon qilinayotgan naqsh muzikalarni mayli yaxshi ko'rsin, yaxshi ko'rmasin, cho'qim dadillik bilan o'z ko'z qarashini o'ttirib qo'yishini men ümid qilmayman, qo'llayman. Shundoq to'rda e'lon qilayotgan narsalarga nisbatan o'xshamagan ko'z qarashlarning bo'lishi bek yaxshi ahvol. Hamda shu birisi odamning shaxsiyatiga hujum qilmagan, yana kelib sog'lom tor muhitiga buzg'unchilik qilmagan shart ostida do'stlarimizning to'rda e'lon qilayotgan naqsh muzikalar to'g'riliq o'zining ko'z qarashlarini cho'qim o'ttirib qo'yib turishini men ümid qilaman. Hamda bu nima naqsha desanglar, bu naqsha hamda shu Xotan, Chechan rayonlarida o'rtaq aytiladigan yerlik xalq naqshlarining birisi. Hamda bu naqshning bunda chiqib qilishning keyingiga kelsak, 2011-yilning 5-ida men ondan bizning danglik usul rejissyorimiz Zabikam Adil ikkimiz shu vaqtdagi noy rahbarining taklifi bilan Chechan noyisiga bir kechilik ishlashga bordik. Ondan Chechanga borgandan keyin endi bu Chechanmo bir shu yerlik madaniyat burg'i kuchli bir yurt. Shunda bo'lgandan keyin biz yerlik el-nag'michilarning o'rindishida bir numar ishlaydi deb o'ylab, ondan yerlik el-nag'michilarni yiqizib, shularning naqshlaridan anglab, shulardan bir necha naqshni tanlab bir chatma naqsh tayyor qildik. Qilib uning muzikasini zamonaviy qilib yangidan qayta ishlab, onun keyindan yerlik el-nag'michilarni shu muzikaga etkizib naqshini. Ondan bir asar tayyor qildik. U nihoyat yaxshi bir asar bo'lib chiqdi. Ondan kechilik qo'yilgandan keyin nihoyat yaxshi bahoga erishdi. Keyin Xinjiang televiziyasining mashrab programmasiga chiqdi. Jamiyatga yaxshi ta'sir qo'zg'adi hamda. Hatto ichidagi ba'zi naqshlarni ba'zi naqshi do'stlar ayrim naqshlarni aytgan bo'ldi. Tuvanda biz shu ishlagan nusxani sizlar anglab beqinglar. Endi bu naqshini kim aytgan desanglar,
Bu naqshini shu Chechan noyasidagi yerlik el-nag'machilardan Qodir Parach akam aytgan. Bu Qodir Parach akamiz o'zi shu tog'da oltin chaqaydigan odam bu. O'zi yagona yashaydigan mijoz xarakteri o'zgacha, andan yumorliq, shu bayam qisandagi o'tirib aytgan odam shu. Ondan habab degan yana bir baratkamg'u deymasal vijikroq odam. Shu 2011-yili shu odam ashlab aytganda biz buni qiziq bo'ldik deb naqshning bir bo'lik qilib qo'shib olgandik. Ondan keyin ular aytib, biz ma ansambl bilan aytib qilgandan keyin shu Chechandagi elnag'mach akalarimizmi shu habablarni mushu naqshning muqim bir bo'lik qilib olibdi qarama. Baratmay ya baratmay, to'g'ri o'tinni yaratmay, passa qilgan baratmay, passa qilgan baratmay, bir g'idilab bir yilda passa yedim deydi, kuchaydim deydi, qag'liqa, yosh xotinning mayliga bak, eski xotinning tonqiliga. Endi men bu naqsh to'g'riliq to'r dunyosida tushgan inkoslardan shu naqshning tavallik masalasi to'g'riliq nurg'un talash-tortishlarni ko'rib qoldim. Mushu bahonada endi mushu to'g'riliq azroq tushuncha berib o'tay. Bu naqsh endi mushu Xotanning sharq tarafdagi Chira, Kiriya, Niya, andan Chechan taraflarda o'rtaq aytilgan naqsha. Endi Chechanmi mushu mayli milliy urf-odat yoki bo'lmasa til shibisi hamma taraflardagidek endi shu Xotan bilan asosan o'rtaqlikqa ega bir yurt endi. Shunga buni endi voy eli birsi deydi ekan Chechanning, eli birsi deydi ekan Chirning, yana birsi deydi ekan Xotan xalq naqshisi. Bundaq talash-tortish qilishning hojati yo'q. Hatto ba'zi do'stlarimiz tas qoldi ekan shu dadiylar aro talashib ketdilar. Mana shu 14-dadiyning kiti desa, yo'q bu 13-dadiyning deb. Meningcha bundaq talash-tortish qilishning bak ahamiyati yo'q. Biz faqat yaxshi varislik qilsak, andan yaxshi huzur olsak bo'ldi deb o'ylayman. Endi bu naqsha asli go'ssan-go's degan naqsha. Biz o'z vaqtida Zabikam bilan ishlagan vaqtda endi shu raplarni qo'shib, shularni chatma qilib ishlagan. Keyin men Mevlana ansambli bilan qilgan vaqtimizda bu naqshaga shu o'tirsiga shu yilqi gaplarni habab anin keyindan baratvoy degan gaplarni o'tirsiga qilib mundaq bir butun qilgan. Keyin asosan bu rap qismimi bu naqshning hamda bir qismi bo'lib qoldi. Men endi sizlarga shu go'ssan-go's degan naqshning Chirdagi Abdulla Barat akam aytgan musiqasini azroq qo'yib beray, anglab boqinglar. Koşma ayrılık yatak man kalanda uğaş Aşalık yaravaş kalanda Sular geliyormuş baştan Çakırın dina taytaş Güsü güssen güsü güsü güs güs Güsü güssen güs savan güs Shunday bo'lganda bizning endi shu Mevlana ansambli bilan aytgan nusxamiz shu Chechandagi Qodir Parach akaning aytgan nusxasi shu endi. Ondan men oraliqda bir tekstni xato aytib yuribdi ekanman necha yilgacha. Tapsam sanduq ochilur, gul boshimga sanchilur deb. Asli tapsam sanduq ochilur, gul boshimga sochilur ekan to'q. Keyin men uni o'zgartirib oldim. Endi bayam dastlab qo'ygan o videodagi mazmunga kelsak, endi shu naq maydondagi naqsha yaxshi aytilganmi deganda, yaxshi aytilmagan. Nimishqa deganda buning bir necha sababi bor. Birisi naqshini asli belgilangan suratdan sal tezroq boshlab qo'yibdik. Keyin naqshi avjiga mangan sira yana sal istiklab ketib, shuning bilan u bir ahvol. Undan boshqa biz u naqshini shu kunki o'yin qo'yish faoliyatimizning eng oxirgi tizgan bo'lg'achqa ovozimni charchab berib qolgan. Aning keyindan naqsh aytishdimi, galg'ibak taqab aytayotgan ahvol bor. Bu shu ovoz pardasiga nihoyat ziyonli bir aytish usuli hamda. Men bu necha yildan buyon shu ovoz pardasini asrab turib naqshini yaxshi aytish to'g'risida ancha-muncha izlanyapman. Amsi do'stlar, bu naqsh to'g'riliq parangiz bugun mushagacha bo'lsin.
Men mushu fursatda men mushu Chechendagi Qodir Parach akamga, aniki Mamtumi Munaq aka, hammalarga salom aytaman. Bugungi videomiz bu yergacha bo'lsin. Bizning 2018-yil ansamblimiz bilan aytgan mundaq buchadian nusxadan birisi bor. O tok gitar ishlatmay, shuni qapoq gitar ishlatib aytgan. Shuni qo'yib beray, bu yerda xo'shlashaylik do'stlar. Rahmat sizlarga, xayr xo'sh.